Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan Safer Speaking haqida gaplashamiz. Boshlanishiga o'sha Speaking 1.1 Speaking birinchi bo'limni ham birinchi qismi nimadir deyiladi. O'sha 1/1 deyishadi. Mana shu narsa haqida sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, bunda asosan bizda nima haqida so'raladi? Bizda asosan xullas bu bo'limda savol ko'proq o'zimiz haqimizda bo'ladi. Tushunarlimi? O'zimiz haqimizda gapirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, va bu I think 30 sekund gapirish kerak har bitta savolga. Ko'pchilik o'ylaydi, bunga javob berib qo'ysam bo'ldi deydi, lekin unda 30 sekundga bormaydi. Yoki bo'lmasam 30 sekundga olib boraman deb bo'lar bo'lmas narsalarni gapirib, chaynalib o'tiraveradi. Endi shuni oldini olish uchun nima qilish kerak? Xo'p, biz bu savolga javob berishda 3 qismga bo'lib olishimiz kerak. Birinchisi, biz gapirishimiz kerak. The first thing we have to do is to answer. Ya'ni shunchaki javob berishimiz kerak xolos. Tushunarlimi? Javob berishimiz kerak. Undan keyin javob bergandan keyin reason aytishimiz kerak. Sabab berishimiz kerak. Misol uchun mana, do you like spending time in nature? Tabiatda vaqtini sarflashni yoqtirasanmi deyapti. Misol uchun answer, ha yoki yo'q. Va reason yoki reasons. Bitta sabab yoki ikkita sabab berishimiz kerak bunga. Va oxirida example berib qo'yishga ham bo'laveradi. Va bu optional. Xohlasalar beradi, xohlasalar bermaydi. Ya'ni example. Va o'zi bilasizlar, seferda tekshirishavermaydi. O'shaning uchun example'da vaqt yetmay qolsa bersizlar bo'laveradi. Tushunarlimi? Qarasizlar gapiryapsiz 25 yo'q, 23 sekund bo'lib qoldi, 7 sekund ortib qoldi. O'shanda bitta example qilib olsa, bemalol 30 sekundga boradi. Xo'p, ana endi ko'p gapirmasdan buni amaliy ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, birinchi savolni qarasak. Nima deyapti? Do you like spending time in nature? Tabiatda vaqtini sarflashni yoqtirasanmi deyapti. Xo'p, bunga birinchi nima qilishimiz kerak? Savolga javob berishimiz kerak. Tushunarlimi? Ya'ni answer savolga javob berishimiz kerak. Ha yoki yo'q deb aytsa bo'ladi. Yes, of course deymiz. Ya'ni ha, albatta dedik. Ana endi aytamiz, I enjoy taking a stroll in the nature deymiz. Ya'ni man tabiat qo'ynida take a stroll degani mana shuni yoqlab olsalar bo'ladi, collocation sayohat qilish degani. Tushunarlimi? Men o'sha tabiatda sayohat qilishni yoqtiraman deyapmiz. Tushunarlimi? Bo'ldi mana. Biz answer qildik, ya'ni savolga javob berdik mana bu yerda. Buni sarf qilamiz. Savolga javob berib bo'ldik. Ana endi biz bunga sabab aytishimiz kerak. Nima uchun biz mana shu ishni yoqtirishimizni? Endi sabab berayotganda as desa bo'ladi. Mana bekka yozib ketaman. As, since yoki because. Mashinalarni almashtirib ishlataverasizlar. Tushunarlimi? As degani chunki degani. Chunki nima desa bo'ladi? Aytsa bo'ladi, it is the best way to, bu eng zo'r yo'li. Nima qilishni eng zo'r yo'li? Dam olishnimi, hordiq chiqarishnimi, o'sha narsalar. Menimcha tabiatda sayr qilishdan maqsad muammolar bo'lsa, muammodan qochish, to'g'rimi? Ya'ni o'zi hayotimda nima bo'lyapti deb o'sha qaytadan fikrlash. Nima aytishim mumkin? It is the best way to nima desam bo'ladi? Aytsam bo'ladi, escape from daily worries. Bo'ladi. Chunki deyapmiz, as degani chunki. Chunki it is the best way deb mashina ishlatsalar bo'ladi, zo'r ketadi. Mana shu ham biror narsani yaxshi yo'li. Bu eng zo'r yo'li kundalik muammolardan qochishning. Like qanaqangi kundalik muammolar bo'lishi mumkin? Misol uchun aytishimiz mumkin, academic pressures degani o'sha nima desam bo'ladi? O'qishinglar bor-ku, har kuni vazifa qilishinglar kerak, yoki kursga borishinglar kerak, imtihon topshirishinglar kerak. Mana shunaqangi narsalar academic pressure bo'ladi. Keyin yana qanaqa muammo bo'lishi mumkin bizda?
aytishimiz mumkin family obligations. Bu degani uydagi majburiyatlar. Voy bo'lib molga qarashim kerak, agrood qilishim kerak, ukamga qarashim kerak degan yoki pul topishim kerak, shunaqangi narsalar, ya'ni shunaqangi majburiyatlar oilaviy majburiyatlar bo'ladi. Ya'ni family obligations. Bo'ldi mana. Mana shu narsani aytdik. Biz bunga sabab ham berdik ikkinchisida. Mana sababni berdik. Buni yashil qilib qo'ysa bo'ladi, ajratib turish uchun. Yashil. Xo'p, yana bunga sabab bersak bo'ladimi? Boshqaroq. Menimcha tabiatni sayr qilishni faqatgina bu yo'limiz. Faqatgina bu sabab uchun sayr qilmaydi. More importantly deymiz. Ya'ni bundan ham muhimrog'i deyman. It allows me bundan ham muhimrog'i by in doing so deymiz. Bu degani shunday qilish orqali degani. Tushunarlimi? Shunday qilish orqali deymiz, nima qila olaman? I can aytsam, bu sayr qilish orqali nima qilsam bo'ladi? Aytishim mumkin I can stay in shape. Stay in shape degani bir xil vaznda qolaman deyman. Yana nima desam bo'ladi? Maintain healthy weight. Bu degan, to'xtang. Sayr qilish orqali I can lose calories. Bu degani kaloriyani yo'qotaman. Ya'ni inson yurganda ham ortiqcha yog'lar yo'qoladi. Calories. And burn degani yo'qotaman. Excessive calories degani o'sha excessive fat deymiz. Ortiqcha yog'ni yo'qotaman deymiz. Nima qilish orqali? Yurish orqali. Ya'ni in doing so, shunday qilish orqali men kaloriyani yo'qotaman. Xo'p, va burn excessive fat, ortiqcha yog'larni yo'qotaman deymiz. Endi thus desa bo'ladi. Thus degani shunday qilib. Mana bu yerda nuqta as a result deb ketsa ham bo'laveradi-yu, lekin ulab ketsa murakkabroq gap chiqadi. Thus. Shunday qilib, inson kaloriya yo'qotsa va ortiqcha yog'larni yo'qotsa, shunday qilib nima bo'ladi? Aytsa bo'ladi. Staying in shape. Ya'ni bir xil figurani ushlab qolaman. Ozib ham ketmayman, semirib ham ketmayman. And maintain healthy weight. Va sog'lom vaznni ushlab qolaman. Tushunarlimi? Bo'ldimi? Mana shu narsa yetadi bemalol sizlarni kirib gapirib chiqishlarga. Bo'ldi, mana shuni o'zi yetadi. Boshqa narsa kerak emas. Example deb bersa bo'ladi. Misol uchun men har kuni taxminan 20 minut sarflayman tog'lar orasida yurgani yoki mahallam atrofida yoki bog'chida yurgani desa bo'ladi. Bunaqa desa ham bo'ladi. Men example bergim kelmadi bu joyda. Endi keyingisi. Are you into sports? Sportlar senga yoqadimi? Xo'p, endi qaranglar. Are you into desa ko'pchilik qiladigan xato bor. Yes, I'm into deb. Ya'ni paraphrase qilmaydi. O'sha narsani paraphrase qilamiz sizlar. Demak, yana birinchi answer, savolga javob beramiz. Albatta. Aytsa bo'ladi, I have a special affinity for. Bu degani boshqacha yaxshi ko'raman bir narsani degani. Qaysi sport aytsam bo'ladi? Men chess, ya'ni menga shaxmat juda ham yoqadi dedim. Bo'ldi, men savolga javob berdim. Ya'ni answer. Endi men reason, sabab berishim kerak. Endi as demayman-da, bu safar since deyman. Since degani bu ham chunki degani. Nima uchun men shaxmatga qiziqishim mumkin? Endi nima uchun deydigan bo'lsak, shaxmat foydasini aytamiz-da, to'g'rimi? Mana bu joyda since demasdan boshqacha qilsa ham bo'ladi. Not only because degani va but also because deymiz. Bu degani ikkita sabab berganda ishlatamiz. Hozirga ko'rsatib beraman. Not only because. Nafaqat bu sababdan, balkim bu sababdan degani. Nafaqat nima sababidan? Not only because it helps me. Menga nimaga yordam beradi shaxmat? Aytsam bo'ladi, improve my cognitive skills. Like cognitive skill degani
miyaga oid qobiliyatlar. Misol uchun memorizing, eslab qolish. Hop, critical thinking, ya'ni tanqidiy fikrlash, and imagination desam bo'ladi va taassurot, tasavvur qilish. Mana shunaqangi qobiliyatlarini rivojlantiradi deyapman. Not only because deb turib, ana ko'rdinglarmi? Faqatgina reason emas, reasons degan ikkita sabab bersa bo'ladi dedim. Mana birinchi sababimiz shu bo'ldi. Bu mani aqlim miyamga yordam berishini aytdim. Endi but also because, balkim nima sababdan? Endi ikkinchi sababini aytishimiz kerak. Ikkinchi sabab bo'lishi mumkin, aytsam bo'ladi. What? Yana o'sha it is a good way degani bu yaxshi yo'li to kill time, ya'ni vaqtni o'ldirishda yaxshi yo'li, and blow off steam. Yozmay qo'yamiz. Kill time, especially when I'm bored. Ayniqsa men charchaganda dedik. Bo'ldi mana. Not only because deb turib birinchi sababini aytdik, meni miyamga ta'siri bor, but also because bundan tashqari deb turib u juda ham zo'r yo'li kill time qilishni, vaqt o'ldirishni, ayniqsa qachonki men zerikkan bo'lsa bo'ladi. Ana endi bunga example bersak bo'ladi. Hop. Just like yesterday. Misol uchun kecha kuni dedim. Aytsam bo'ladi. I played it online. Men uni online o'ynadim. After deymiz. Qanaqa kundan keyin? After long and stressful day. To just to relieve stress and anxiety. Bo'ldi mana. Va men mana bu yerda example berib qo'ydim. Just like yesterday degani misol uchun kechasi dedim. Men uni o'ynadim. Qanaqa kundan keyin? Uzoq, after a. Uzoq va stressli kundan keyin. Shunchaki stressni nima qilgani? Stress va xavotirni kamaytirgani dedim. Bo'ldi mana. Biz answerimiz bo'ldi mana bu joyda. Men chessni yaxshi ko'raman dedik. Mana I have a special affinity borku, buni boshqa mavzuga ham qo'ysa bo'ladi-da. Misol uchun qaysi ovqat yoqadi desa, well, I have a special affinity for palov, sho'rva, chuchvara, monte, nimadirlar ketaveradi. Va ikkita sabab bersanglar, misol uchun because deb turib sababini aytib, in addition deb turib ikki marta cho'zgandan ko'ra not only because but also because deb bersa ham juda chiroyli chiqadi. Juda ham zo'r grammatika bo'ladi. Mana biz ikki dona sababini aytdik mana bu yerda. Xo'p, bunga yaxshi qilyapti va example berdik. Va bitta misolchani berib qo'ydik. Biz hayotimizda olib berdik. Misol uchun kecha kuni shu ishni qildim. Bo'ldimi? Tushundingmi? Oson. Yeah, really easy. Ana endi things. Do you enjoy cooking? Endi qarang, yana bitta maslahatim, be realistic. Ya'ni real bo'linglar, ya'ni haqiqatni gapiringlar. Yolg'on gapirsalar chalkash ketasizlar. Yolg'on gapiraveringlar agar eplasizlar. Misol uchun men bemalol yolg'on gapirib chiqib ketaman imtihonda, lekin ba'zida bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun be realistic. Haqiqatni gapirib qo'yaveringlar. Endi do you enjoy cooking? Ya'ni o'sha pishirish yoqadimi deyapti. Men aytishim mumkin. Well, honestly deyman, to'g'risini aytsam, I can't nima aytsam bo'ladi? Prepare tea. Ya'ni men choy damlashni bilmayman. Let alone degani mana shu narsa bu yoqda tursin. Let alone cooking a meal. Tushundingmi? Men dedim, shu ovqat pishirishni ham men daji choy qaynatishni ham bilmayman. Nima naroqda tursin? Ovqat pishirish naroqda tursin deyapman. Ana endi bunga reason aytaman. Nima uchun bunaqa qilmasligimni.
aytsam bo'ladi. Since degan, since degani chunki degani. Tepada ko'rdik. Since hop this respond since my mother and sister take this responsibility. Bo'ldi mana. Chunki mana onam bilan singlim bu mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi dedik. So, shunday qilib I just enjoy eating delicious food deyman. Bo'ldi mana. Bu degani sarkastik qildik. Xo'p, men o'sha ovqat pishira olmayman. Endi sababini aytdik. Since chunki meni onam bilan singlim bu mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. So, shunday qilib, men shunchaki ovqatni yeyman xolos deyapmiz. Tushunarlimi? Ana endi aytamiz, lekin men keyinchalik buni o'rganmoqchiman deymiz. However, I want to learn how to prepare a meal. Men qanday qilib ovqat pishirishni o'rganmoqchiman. Through nima orqali? Through YouTube. Later in my life. Hayotimda keyinchalik deyapman. Bo'ldimi? Mana shunday o'zi yetadi. Bunga boshqa gapirish iloji ham yo'q-da. Ya shu, boshqa nimani gapirish mumkin? Mana biz honestly savolga javob berdik. Buni sarqil etdik. Since deb buni sababini aytdik mana. Ana endi biz boshqacha narsa qildik. Shunchaki, lekin men bu narsani o'zgartirmoqchiman deb qo'shimcha fikr ham berib qo'ydik. Lekin bu example bo'lmadi. Ya, shuni o'zi yetadi bemalol, ya. Bunga boshqa gapirish iloji ham yo'q-da. Xo'p, davom etamiz. Ana endi keyingi savollar. Xo'p, how do you spend your weekend? Hafta kunini qanday sarflaysan deyapti. Endi bunga ham birinchi answer, savolga javob beramiz. Hozirgi kunda desa bo'ladi. As the situation currently stands degani hozirgi kunda degani. Hozirgi kunda men odatda nima qilaman? Norat aytsam bo'ladi. I often nima deshim mumkin hafta oxiri. I often spend my weekend. Men o'sha hafta oxirini sarflayman. Nima uchun? Nima desa bo'ladi? Reading books, kitoblar o'qish uchun. Especially ayniqsa qanaqangi? Self-help books. Ayniqsa shunaqa self-help ones. Self-help book degani motivatsion kitoblar degani. Bo'ldi, mana savolga javob berdik. Nima qilishimizni aytdik. Ana endi bunga javob beramiz. Xo'p, because deymiz. Chunki nima uchun o'qish mumkin bunday kitoblarni? Aytsam bo'ladi, because it allows me and they allows me. Ya'ni ular menga imkon beradi nima qilishga? Allows me aytsam bo'ladi. Xo'p, nimaga bo'lishi mumkin? Allows me broaden my horizons deb bo'ladimi? Ya'ni kitob o'qish orqali motivatsion bo'lsa ham har qanaqa o'zi motivatsion kitob o'qigan baribir inson o'zini nimasini dunyoqarashini oshirishi mumkin. Horizon and gain a deeper understanding degani, deeper understanding of degani biron narsani chuqur tushunish. Nimani chuqur tushuna olaman desam bo'ladi. Aytishim mumkin. Chuqur tushunishim mumkin nimani? Motivatsion kitoblar o'zi nima haqida ma'lumot beradi? Hop. Mashina psychological deydi. O'zim psychological o'qiyman-da, shunga. Hop, men aytdim, menga dunyo qarashimni oshirishga va human behavior deymiz. Ya'ni insonni behavior, insonni they allow me, allow support.
insonni xarakterini tushunishga yordam beradi psixologik kitoblar. Hop, ana endi aytsam bo'ladi. Therefore degani shuning uchun ham I'm reading, men o'qiyapman. Qaysi kitob desam bo'ladi? Inson psixologiyaga oid men o'qiyotgan kitob hozir 8 Laws of Power. Bu degani o'sha kitob bor, 28 Laws of Power degan, sizlarga ko'rsataman hozir. 28 Laws of Power mana. Mana shu kitob. Hop, mana To Become Powerful, Psychological book. O'shani aytyapman. Men o'sha kitobni o'qiyapman. In order to degani mana shu to deb ko'ramiz. Bu nima qilish uchun desa bo'ladi. Aytishim mumkin. To gain o'zi bu kitobning maqsadi nimada? Insonni qudratli qilish. Aytishim mumkin. To become powerful somebody. Qudratli bo'lish uchun. And use psychological tricks, ya'ni o'sha psixologik hiylalarni ishlataman. Nima qilish uchun? Aytsam bo'ladi, o'zimni foydam uchun desam bo'ladi yoki aytishim mumkin to control my students. O'quvchilarimni boshqarish uchun. And encourage them, ularni ruhlantirish uchun nima qilishga? To study harder. Qattiqroq o'qish kerak. Bo'ldi mana. Shunaqangi darajada oson. Birinchi navbatda o'sha mana sizlar o'rganishlarga mumkin bo'lgan narsa mana. Juda ham ko'p. Misol uchun birinchisi as the situation currently stands. Hozir degan. Hozir nowadays deb qo'ysalar, seferda ayniqsa vaqt yetmay qoladi. Ko'pchilik aytadi, o'quvchilar menga seferdagi domlar vaqt yetmay qoldi deydi. O'shaning uchun mana shunaqa frazalar ishlatib qo'ysam bo'laveradi. Va mana shu narsani gapirayotganda bir sekund, 1,5 sekund olsa, o'sha 1,5 sekund ichida ham fikrlarni mana bu nimani gapirishni o'ylab olish kerak. Xo'p, demak, men aytdim mana psixologik kitoblar o'qiyman deb savolga javob berdim. Ana endi sababini aytdim. Chunki dedim, ular menga dunyoqarashimni oshirishga va inson xulq-atvorini tushunishga yordam beradi dedim. Shuning uchun ham hozir mana shu kitobni o'qiyapman deb bitta misol berib qo'ydim. Easy. Mana sizlar mana shundan collocation o'rgansanglar bo'ladi. Qani? Broaden my horizon, dunyoqarashimni oshiradi degani. Mana bu ham juda zo'r so'z. Gain a deeper understanding of degani birorta narsani chuqur tushunish degani. Yeah, easy. Ana endi oxirgi savolga javob berib qo'ysak bo'ldi. Hop, have you ever traveled abroad? Hop, siz oldin o'sha xorijga borganmisiz deyapti. Ana endi men aytaman. Hop, bunga javob berishingiz mumkin. Yana javob beramiz. Well. Hop, dedik. Endi aytamiz. Well. Yes, I have been qayerda bo'lganman desa bo'ladi. Men o'zim xorijda bo'lmaganman, Qirg'izistonda bo'lganman xolos. Men Qirg'izistonda bo'lganman dedim. Last year, o'tgan yili. Savolga javob berdim. The last year. The bo'lishi kerak, I think. The bo'lishi kerak. Tekshirib olaylik, xato qilayotgan bo'lishim mumkin. Ana endi bunga sabab berib bo'lmaydi, chunki buni tasvirlash mumkin. Nima uchun borganimni aytsam bo'ladi. Aytishim mumkin. I went there to take part in my close friends bearing part. Ya'ni mana o'sha yaqin do'stimni to'yini o'tkazish uchun, to'yida qatnashish uchun borganman dedim. And while also degani shun bilan birgalikda ya'ni aytmayman. Not only qo'ysa bo'lar ekan qayerda. Not only
nafaqat o'sha to'y o'tkazgani, balkim ana shu yerda atrof muhitda aylangan desa bo'ladi. But also traveling exotic environment here. O'sha yerdagi exotic joylarni ko'rgani, borganman dedik. Exotic environment degani o'zbekchasini to'g'risi bilmayman, shuni rasmini ko'rsatib beramiz. Bunaqa emas. Yo'q, bunaqa emas. Place, mana shuni environment place. Mana shunaqangi joylarli. Suv bo'ladi, tog' bo'ladi, shuna joylar bo'ladi. Shunaqa exotic place. Place deb qo'ying shuni. With nimalar bilan? Majestic lakes. O'sha majestic lake degani o'sha maqtaganda ishlatiladi-da, ko'llarni. O'sha o'zbekchasi kelmaydi-da mana shu gaplarni. Majestic place meaning chiqadi. Chiroyli sorry, majestic mountain bo'lardi. Adashtirib yubordim men. Mountain. Bu degani o'sha ulkan, chiroyli nimalar? Tog'lar bilan o'ralgan. Yana nimasi bor? And pure lake. Juda ham toza and lake with pure water. Ya'ni sof suvi bilan bo'lgan, lake'lar bo'lgan. Chalkashib ketdimi? Exotic place deb turib, with desalar, mana shu narsasi bor degan. Tushunarlimi? Nimasi bor? Tog'lari, ulkan chiroyli tog'lari va toza suvlik daryolari bor. Mana shunaqa joylarga borganman. Xo'p, endi sababini aytdim. Endi mani experience aytsam ham bo'ladi. Endi aytamiz, qani endi imkonim bo'lsa yana borgan bo'lardim. If I had a chance, agar meni imkonim bo'lganda, I would like to visit this place. Men o'sha joyga tashrif buyurgan bo'lardim dedik. To aytsam bo'lish, nima uchun so'ra? Xo'p, maybe nima qilish? To maybe unwind and wind down. Bu degani o'sha dam olish va hordiq chiqarish. Tushunarlimi? Men o'sha joyga yana tashrif buyurgan bo'lardim, dam olish va hordiq chiqarish uchun deyapti. Bo'ldi? Yes, men Qirg'izistonda bo'lganman deb mana bu yerda savolga javob berdim va nima uchun borganimni tushuntirib berdim men bu yerda. Xo'p, va oxirida qo'shimcha gap aytib qo'ydi. Agar men imkonim bo'lganda yana borgan bo'lardim. Bo'ldi, mana 3 ta gap tutsanglar yetadi mana shu narsa. Bemalol sizlarga part 1 dan gapirib chiqqan. Xo'p, xudo xolasa keyingi videolarda rasmlik testlarga ham tasdiqlashni o'rgataman. Part 1 va 2 bo'ladi-yu, ikkita rasm qo'yib qo'yadi, compare qiling, nimadirlar degan bir tiyinga qimmat savollar bo'ladi pastda. Mana shu testga bemalol javob berishni ko'rsatib beraman keyingi videolarda. Hozircha sog' bo'linglar, salomat bo'lib tashinglar.